keyin ham farzandlarning zimmasida ota-onaning muayyan haqlari bor ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga Bani Salama qabilasidan bir yigit kelib savol qildiki: "Ya Allohning rasuli, meni bir savolim bor. Ha, bering. Otam, onam hayot yurgan davrlarida ko'p xizmatlarni ado qildim. Va qadri imkoniyat duolarini oldik. Allohning irodasi ekan mana dunyodan ko'z yumib o'tib ketishdi. Ota-ona dunyodan o'tib, tanasi qabrga kirgandan keyin ham hayot yurgan davrlarda qilgan ezgu amallarimni davom ettirsam, savobi qabriga yetadimi?" dedilar. Shunda janob Rasululloh javob qildilarki: "Ota-ona dunyodan o'tgandan keyin yotgan joyi obod bo'lsin degan farzand holi hayotda 4 ta narsaga amal qilsin. Birinchisi, ota-onani haqqiga duo qilsin. Ya Rabbim, otamni, onamni rahmat qilgin. Xatolarni o'zing kechirgin, o'zing mag'firat qilgin. Yotgan joylarini obod qilgin" deb duo qilishlik. Ibodatlarimizda joy namozlarning ustida yig'lab ota-onani haqqiga duo qilishlik. Salomat yurgan bo'lsa sihatligini Allohdan so'rab duo qilishlik farzandning zimmasida turgan birinchi haq. Ikkinchisi, ota-ona hayot yurgan davrlarda farzandlariga qoldirgan bir shar'iy vasiyat bo'lsa, sunnatga muvofiq, islomga muvofiq bo'lgan shar'iy bir vasiyat bo'lsa, shu vasiyatni amalga oshirgan farzandning xulqidan qabrda yotgan ota-onaning ruhi shod bo'ladi. Uchinchisi, ota-ona hayot yurgan davrlarda orttirgan oshna og'ayni, ulfati hamdam, yor birodarlar bo'lgan, billa xizmatda bo'lgan, billa ibodatda bo'lgan, doimo ham nafas, ham fikr bo'lgan, otamizni ko'rgan, onamizni ko'rgan yor birodarlari bo'lgan, ota qadrdon, ona qadrdonlarni unutmagan, shularni duosini olgan farzandning xulqidan qabrda yotgan ota-onaning ruhi shod bo'lar ekan. Hazrat Umarning o'g'illari Abdulloh bin Umar bir kun otalarining vafotlaridan keyin ko'chada turgan paytlarida huzurlariga bir notanish odam keldi. "Ey Abdulloh, men sizni otangiz Hazrat Umarni tanirdim. Otangiz bilan suhbatda bo'lgan edim" degan bir og'iz gap aytdilar. Shunda minib turgan markablaridan tushib, shu insonga hadiya qilib, ustilaridagi liboslarni yechib hadiya qilib, ko'zlarida yosh bilan bag'rlariga bosib, juda ham quyuq shu inson bilan ko'rishib xayrlashdilar. Atrofda turgan hamrohlari taajjub bilan: "Ey Abdulloh, ko'chadan bir notanish odam kelsa-yu, men otangni tanirdim degan bir og'iz so'zi uchun shuncha muruvvat qilasizmi?" deb savol qilishdi. Shunda Hazrati Abdulloh javob qilgan ekanlarki: "Men janob Rasulullohdan bir hadisni eshitgandim. Ota-onani vafotidan keyin ota-onani bilgan, ko'rgan qadrdonlarning duosini olgan, ota qadrdon, ona qadrdonlarni qalbiga yo'l topa bilgan farzandning xulqidan qabrda yotgan ota-onaning ruhi shod bo'ladi" degan edilar. Shoyatki bugungi qilgan amalim tufayli qabrda yotgan otamning ruhi manfaat topsa deb javob qilgan ekanlar. To'rtinchisi, ota-ona hayot yurgan davrida qaror topgan qarindosh urug'chilikni uzmasdan silay rahim qilgan, oqibat qilgan, bir-biri bilan chiroyli bir munosabatda bo'lgan qavmi qarindosh, yor birodarlar bilan yaxshi bir oqibatda bo'lgan farzandlarning xulqidan qabrda yotgan ota-onaning ruhi manfaatdor bo'lar ekan. Ko'p joylarda ko'ramiz, achchiq bo'lsa haqiqat, hali bir ta'ziyalar o'tmasdan meros talashib, dunyo talashib,
katta hovlilarning o'rtasi bo'linib qiyomat diydor bo'lib ketayotgan aka uka opa singillar, bir-biri bilan ixtilofga borib qolgan qavmi qarindoshlarni borligi achchiq bo'lsa haqiqat. Janob payg'ambarimizning huzurlariga kelib savol qilishdiki, ya Allohning rasuli, Allohning nazdidagi eng yaxshi amallardan xabar bering. Birinchisi o'z vaqtida o'qilgan namoz, ikkinchisi ota-onaga yaxshilik qilish deb javob qildilar. Namozni o'qiymiz, lekin otamiz, onamiz dunyodan barvaqt o'tib ketishgan, kimga yaxshilik qilishimiz kerak ya Allohning rasuli dedilar. Amaking hayotmi? Amakim hayot. Amakingni duosini olgin, amaki ham ota o'rnida ota dedilar.